Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Ko'ryapsizmi aka? Tushib yotdim, bansan ichida. Men boshqa joyda olmayapman aka. Vali remont bo'layotgan. Remont bo'layotganman. Assalomu alaykum. Hokimlar yaxshisiz. Yo'q, ko'rsatyapman. Nimani ko'rsatyapsan? Mana aravoyda sinayapti. Devor ko'rsatsin. Qarama. Sen fuqaro o'tog'imga kiryapsan bu yerda. Nima kiryapsan? Davlat bankasini oldingmi? Davlatniki. Sen kasalmisan bu yerda? Ha? Nima boshqa narsaga buni ustida yursan? O'zbekiston fuqarosimi? O'zbekiston fuqarosi. Senga men ko'rsatib qo'yim O'zbekiston fuqarosini. Ertaga ko'rasan meni. Tushundingmi? Nima qilishim kerak? Ko'rmayapsan meni? Men nima qilyapman? Nima kiryapsan? Men kirmayman O'zbekiston. Nima kiryapsan sen? Men seni turmadi. Senga fuqaroni ko'rsatib qo'yaman senga. Chiqar. Chiqaman, santash qilasan. Nima santash qilyapman? Hokimlar men. Yig'ishlar gapingni menga. Nima deyapman? Sen normalni gapiring. Javob beraman gapimga. Sen ko'rasan meni nima qilaman sen. Chaqiramasin sukamaga. Gapirtirmayman, do'kon bilan qo'shib keladi. Nima deyapman? To'kyapsiz hammani. Nima deyapsan? Nima deyapman men? Chiroyli gapiryapman sizga. Sen juni gapirpan ko'rsang, nima deb o'ylayapsan meni? Nima deb o'ylayapman aka? Chiroyli gapiryapman. Tur sen shuni ko'rasan meni. Ko'rmayapsan turganim aka. O'zidan ketmay gapiring aka. Ko'rasan sen hozir. Ko'raveraman aka, meni orqamda hech odamim bor. Odamlaringni ham chaqirmaga ko'rsataman men sizga. Sizga emas ko'rsatish aka. O'zidan ketmay. Nima deysan? Ha, mashinadan tirik chiqarib yuborsangiz yashamaysiz. Nima qilasiz? Bo'ldi. Magaka, suka. O'zingga qo'qoning deb yorvaraman. Nima qilyapsan? Ola qo'yimga qil. Nima qilyapsan? Yetalagan yo'q. Nima ketib ketyapsan? Mana turib tursan mana. Turibmanmi men, hokimlar? Mana turib tursan. Hop ketyapsan. Men aka. Pilot. Qo'ydirsan meni. Pilot, mayqa qol dedi. Mana bu xumparda qilgan ishini qaranglar-da endi mana. Do'konda jichcha odam ko'pligidan foydalanib biz band bo'lib qolganmiz. Mana bu yerda kelib xuddi jilatga ko'rib tanlayaptilar-da endi baq. Ketganlarga qaraganlarga ular yana samoylarni ochdilar, ketgani bir yo'la uzdilar. O'sha o'ttaqa tekinga. Olib tekshirib olyaptilar yana ashya pullarga olganda. Hamma yo'g'ini ko'rib, zamoylar qadab. Mana vaqtda shuncha odam unga e'tibor qilgan yo'q. Men do'kondaman, savdo qilyapman, savdo bilan bandman. Kameraga qaralmaganman. Mana ketdi u, bo'ldi. To'poyda bular tepada kamera bor, ko'rib turibdi-yu deb o'ylamaydi bu ahmoqlar. Motivatsiyasiz o'zini qatdan yotlab oldingiz sizlar o'zi. Jalab. U 8 yil oldin men postlar yozardim Instagramda motivatsiya. Mujikka u gapi mujik bo'lish kerak emas, uni postupkasi mujik bo'lish kerak. Mujik uyda yotib olib 5 ga 1 urib turib motivatsiya bering. Bugun bundan oladi motivatsiyani jalab, ularning geroylari ham ko'p jalab. Ertaga bundan oladi motivatsiyani, bir kun Tysondan oladi, bir kun jalab UFC'dan oladi, bir kun bilad Azestate'dan oladi, bir kun dollar va millionerdan oladi. Hamma unga motivatsiya должен jalab. Bu dalboyob uyda hech kimga hech narsa должен emas. 5 ga 1 urib turib charchab oladigan, uxlab qoladi. Motivatsiya yo'q narsa motivatsiya. Motivatsiya bir yonadi, o'chadi. Boks qilib o'tirsang, bokser bo'lib qolging keladi. O'lmaysanmi? Futbol o'ynayotgan, deb bir postani koptingni ko'rib o'zingchani Ronaldoga o'xshab harakatlar qilib qolasiz. Lekin u motivatsiya bir yonib o'chadi. Xuddi bitta qizni itargisi kelganda bitta uyg'onadi-yu.
Disiplina birinchi o'rinda. Disiplina. Oltinga teng narsalarni gapiryapman. Bilaman, baribir foydasi yo'q. Disiplina, постоянство, har doimlik, muntazamlik teshib o'tadi motivatsiyani. Har kuni bir xillik, zaybal yo'q qilish kerak. Erimoqman, yo'q qilish kerak. Uyqum kelyapti, yo'q, turpidaras bor qilish kerak. Mana shu qilaverib, oxiri jalab o'sha omad ham esan ko'dagansan, zaybal qilding. Kema, onang nima ko'rdi, keyin beradi sizga shu narsani. Motivatsiya bering. Motivatsiya gap bormi? Bularga gap bilan quloq bilan jalab. Cho'lkami jalab hozirgi bola quloq bilan yaxshi ko'radi. Unga yaxshi gap gapirish kerak, boshini silab. Biz boshini silab qizlarni tarardik yaxshi gap bilan. O'g'il bolasizlar, tur qil. O'xshamadimi? Hech narsa qilmaydi. Tajriba orttirasan. Disiplina. Har kunlik, muntazamlik, zaybal bo'lsa ham yana shu narsalarni qilish, yana o'sha mashg'ulotni qilish yoki yana o'sha ishga borish, yana o'sha bilet klaviaturani oldida shu kompyuterda shu programmani yozish, постоянство, har doim. Attachment qilishingiz kerak. Motivatsiya. Jala, senga nima bilan? Butun dunyo motivatsiya долженmi, jala? Uyga ham kelib oldik, alhamdulillah. Bugungi kunimiz ham o'tdi, judayam fayzli bo'ldi. Hamma kelgan yaqinlarimga kattakon rahmat. Sizlarni judayam yaxshi ko'raman. To'g'risi, nima deyishga ham hayronman. Shunchalik meni yaxshi ko'radigan, qalbiga yaqin oladigan insonlar ko'paygan. Kelib men uchun yig'lashdi, men uchun duo qilishdi, xizmat qilishdi. Hammalarga rahmat, xizmatingizga rozi bo'linglar. Men ham sizlarni yaxshi kuningizda shunaqa chiroyli xizmatlar qiling va yaxshi kuningizda yoningizda bo'ling, billa bo'ling. Kattakon rahmat hammaga. Endi bu yog'iga yangi hayotimiz boshlandi inshaalloh. Menga qo'shilib yig'ladi osmon qara. Yuragimda dard seni o'ylab yara. Sevgim armon bo'ldi, yurakka qon to'ldi. Qismatingdan kuyib endi qara. Menga qo'shilib yig'ladi osmon qara. Yuragimda dard seni o'ylab yara. Sevgim armon bo'ldi, yurakka qon to'ldi. Qismatingdan kuyib endi qara. Yana bir marta aytaman. Dehqoncha kiyinamanmi? Shaharcha kiyinamanmi? Qishloqcha kiyinamanmi? Lo'liga o'xshab kiyinamanmi? Yevropeyskiy kiyinamanmi? Ochiq sochiq kiyinamanmi? Ya vapshi yechinib yuramanmi? Yalang'och yuramanmi? Bu meni tanlovim. Meni xohishim. Hech kimga majbur emasman. Va hech kimdan qarzim yo'q. Hech kim meni beshigimni tebratib qo'ygani yo'q. Hech kim meni boqib qo'ygani yo'q. Uni gapiga kirib, uni xohishi bo'yicha, uni tanlovi bo'yicha kiyinib yurishga. Nima qiling? Kechirasiz opa, anaqa sizga meni kiyimim yoqmayotgan ekan, oldingizga borib yoki siz xohlagan kiyimni men ham kiyib yuraymi? Siz kiygan ishtonni men ham kiyib yuraymi? Mana. Keyin haligi bolani istoriyasida ko'rib qoldim. Farg'onaga nogironlarga konsert berishga boryapti ekan. Voy o'lay. Kim deb borar ekan Farg'onaga? Kimman deb boradi? Qaysi qo'shig'ini aytadi? Guli haqida aytib beradi borib. Guli ko'tini qildiruvdi kecha yaqinda. Domino plastik qildirtirdi. Jirlarini eritib ko'tiga quydirtirdi odamlar. Voy o'lay. Voy tavba, qaysi qo'shiqni aytar ekansizlar? Ya Tailanddagi voqealarni aytib berasizlarmi? Klub Nashani, klub Kosmosda aytib beradimikan? Voy o'lib qolaman. Va qo'shini ag'aynib bermabman. Kecha qarab aytaman, bu qanaqasi deb berar ekan. Nima deb qo'shiq aytadimi bu? Qaysi qo'shiq bu bolani? Men hech qo'shiqni eshitmagan ekanman. Dubaydagi qo'shiqdimi? Voy tavba.